Uy qancha oldi aka uy? Qancha deysiz? Uy 70 ming. 70 ming so'm. O'ta katta uy ekan. Uy 50 ming so'm. 5 tutugan uy. Uy 60 ming so'm ekan. 5 tutugan uy. Altmış ming so'm. SAAN uy. Ellik ming so'm kami var. Ellik ming so'm. 47 ming so'm. 47 ming so'm. Unajın. 30 ming so'm kam var. Kırk ming so'm. SAAN uygan. 35 ming so'm. Bir tuğan. 35 ming so'm. 40 ming so'm. Altını tuğan. Torpağı menen 51,5 ming so'm. O surab atışat. Torpağı urgaç torpağı. 60 ming so'm. Torpağı var. Torpağı 3-cü torpağı var. Ellik beş ming so'm. Torpağı menen. Torpağı erkek torpağı ekan. Uy 65 ming so'm. Birinci torpağı ekan. Erkek torpağı. 45 ming so'm. Жаңы turşu, birinci turşu ekan. Tuğulgandan beri balası boş жүрген, salgan emas. Torpağı erkek. Ellik beş ming so'm. 50 ming so'm. Torpağı menen. Torpağı urgaç torpağı. 45 ming so'm ekan, ikinci torpağı. Torpağı urgaç torpağı. 45 ming so'm. Otuz iki ming so'm torpağı menen.
15 bin. 90 ming so'm. Torpog'i bilan barodav ekan cho'ng uy. 90 ming so'm. 60 ming so'm. Torpog'i bilan СААN uy. 75 ming so'm. Bo'z uy ekan, yaqinda to'ydi. To'yini qoldi. 75 ming so'm. 55 ming so'm. Torpog'i bilan 80 ming so'm kami var. Torpog'i bilan. Torpog' urg'och torpog'. 80 ming so'm. 55 ming so'm. Torpog' erkek torpog'. 50 ming so'm kami var ekan. Torpog'i urg'och torpog'.